Ba'zilar menga aytishadi, shu prikolniy shartlarni bajarib, hech kim mashhur bo'lmagan, san ham mashhur bo'lolmaysan deyishadi, lekin eplagan har qanday joyda eplab ketaveradi, mashhur bo'lib ketaveradi. Shuning uchun, menimcha bu prikolniy shartlarni bajarib ham mashhur bo'lsa bo'laveradi, to'g'rimi? Ko'pchilikka o'xshab endi ularni ham yomon demayman. Har bitta inson yaxshi. Lekin menga unaqa ishlarni qilish to'g'ri kelmaydida. Shuning uchun ham hali turmushga chiqmagan qiz bolaman. Men obro'yimga ham to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, TikTokda ba'zilar yomon joy deydi. Lekin har bitta insonni o'ziga bog'liq. Har qanday joyda, masalan, yomon joylarda ham o'zini yaxshi olib keta olish, uni o'zini tarbiyasiga bog'liq bo'ladi. O'ziga bog'liqda har bitta insonni qanaqa yo'l tutishi. Ular sizni majburlamaydi yoki qo'lingizdan sudrab mana shu ishni qilasan demaydi. Har bitta insonni o'ziga bog'liq, qanaqa shartni bajarib, qanaqa qilib ko'tarilish. Xohlasangiz rasvo shartlarni bajaring, xohlasangiz 18+ qiling, xohlasangiz prikolniy shartlar bilan ko'taring. Bu sizga o'zingizga bog'liq. Shuning uchun ham men shu prikolniy shartlarni tanlaganman. Endi Xudo xolasa prikolniy shartlardan shu TikTokda ham mashhur bo'lamizda. Qo'llab-quvvatlab tursinlar do'stlarim. TikTokda yulduziga aylanib olay. TikTok qirolichasi bo'lish niyatim bor. Mana shu niyatimga yetishimga sizlar yordam berib tursalaring, mana shu TikTokda ham qirolichasi bo'lib olaman. To'g'ri, ba'zi negativchilar, ba'zi insonlar gapirishi mumkin. TikTokda senga balo bormi? Sen o'zi kamiding TikTokga kelib olib, botta gapirib deyishlar mumkin. Lekin mayli, sizlarga ham omad, bemalol negativchilik qilib fikrlaringni bildirib o'tiraveringlar. Karon ko'p rizqi bo'ladigandek, TikTokda ham hali o'z rizqimizni topamiz. Xullas shunaqa. Asosiy maqsad shu TikTokda pul topish emas. TikTokda mashhur bo'lish. Inshaalloh Xudo xolasa hali prikolniy shartlarni bajarib mashhurlik darajalariga chiqib olaman. Men bu yerda hali yangiman-da, shuning uchun mana sizlar qo'llab-quvvatlab turinglar. Bilmaganlarni o'rgatib turinglar-da. Hamma do'stlarimni mana shu yerdan topdim. Inshaalloh Xudo xohlasa hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'p bilmagan narsalarni hali sizlar bilan birgalikda o'rganaman. Ko'pchilikdan hali ko'p narsalarni TikTokda o'rganib olishim kerak, chunki hali uncha tushunmayman. Endi menga hech qancha bo'lgani yo'q. Hammasini o'rganib olib, hali mashhurlik darajasiga ham erishib olaman va buning uchun sizlar meni har doim qo'llab-quvvatlab turishlaring kerak. Sizlarni juda qattiq yaxshi ko'raman. Har bitta qo'llab-quvvatlab turgan insonlarni borligiga shukr. Sizlar bilan hali mashhurlik darajalarida ko'rishamiz.